Safarga chiqqan odam sabrli bo'ladi. Chunki bir narsani kutasiz, yo'lni kutasiz, chegaradan o'tishni kutasiz. Mana shu katta mashina haydaydiganlar bor-ku, sabriga qoyil qolasizda. Chegarada 3 kunlab yotishar ekan. To'g'rimi? Ana katta fura mashina haydaydiganlar yigitlar bor-ku, haftalab yotamiz harakat deydi. Sabri endi eng zo'r sabr endi shularniki bo'lib ketsa kerak. Safar odamni chiniqtiradi. Chinakam, keng fe'lli inson bo'lishga imkon yaratadi. Chunki qancha odamga ro'para bo'lasiz. Musofirsiz endi sabr qilasiz uni fe'liga, to'g'rimi? Siz bilan safarga qanaqa fe'lli odamlar chiqadi? Har safarga borasiz, mana umraga borasiz. Bitta guruhda 50 ta odam, har qanaqa fe'lli odam bor. Bittasi konditsionerda o'chir deydi, bittasi yo'q deydi. To'g'rimi? Sabr qilasiz. Fe'lingizni keng qilishga harakat qilasiz. Ularni qilgan ishiga, gapirgan gapiga, harakatiga e'tibor qilsangiz, kasal bo'lib qolasiz. Fe'lingizni keng qilishingiz kerak bo'ladi. Safar odamni keng fe'lli bo'lishga o'rgatadi.